Manada akalar haqiqiy nasos mana. Nasoslar dodasi mana shu. Bu brendga boru mana shu brendga reklama shart emas. Seriozniy shart emas-da. Men 1000 marta maqtay bu narsani. Buni dilleri ham bor biladi. Xohlasang ol deydi. Bu bunaqa ustalarga bonus qilib, ustalarni bir narsa qilib chaqirtirmaydi bu brend. Ishonasizlarmi? Buni o'zini ustasi bo'ladi. Men faqat mana shu nasosni qo'yaman degan ustasi bo'ladi. Asha odam olib qo'yadi. Akalar qaranglar. Mana nasoslar qaranglar. Nejaveyka, ibyoqda. Mana hozirda eng zo'r nasos mana. Chistotniy bo'ladi, o'rtoqlar 1000 оборотdan 3000 оборотgacha bo'ladi. Расходlarga qarab tok, misol suv расходlarga qarab tokni расход qiladi. Keyin suv qolmay qolsa o'zi avtomatik o'chadi. Bu yerda barda ko'rsatib turadigan datchiklari bor, o'rtoqlar. Xullas miyasi o'ta aqlli. O'ta aqlli. Buni oldiga bitta расширительный bachov bir 24-50 talik расширительный bachov bilan, gidroakkumulyatorlar bilan qo'ysanglar, o'rtoqlar, lekin moshniy bo'ladi. Вообще lekin bu brend bilasizlar-ku. Ta'riflashga nima yo'q. Xudo xolasa o'rtoqlar, yaqinda o'zimiz nasos keladi. Mana shu brendga raqobatchi bo'ladi, xudo xolasa o'rtoqlar.